Kommunist Xitoy hukumati 49-yili hokimiyatni qurgandan boshlab Tayvanni yutib oladigan niyatidan yanmadi va uzluksiz Tayvanga har xil tahdid, qattiq yumshoq siyosatlarning hammani qo'llanib davomlashtirib keldi. Lekin yaqindan buyon Amerika davlati nima uchun Tayvanni qo'g'dash uchun Xitoy hukumatining harbiy tahdidiga qarshi mudofaani kuchaytirdi. Hamda Amerika hukumat arboblarimi Tayvanni ziyorat qilish qitim sonini ko'paytirdi. 25 yildan buyon Amerika davlat arboblarining oliy darajalik rahbari Nancy Pelosi xonimmi bu qitim Tayvanda ziyorati bo'ldi. Xitoyning qaqshab sakrab ketishi va har xil tahdidlariga parvo qilmadi. Ko'rinishda Xitoy kommunist hukumatining Tayvanga tahdid qilishiga yo'l qo'ymaslik hamda Tayvanning demokratiya taraqqiyot yo'lini qo'llab keldi. Yillardan beri Xitoy hukumati Tayvanni o'zi qo'shib olish uchun har zamon tahdid qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin Amerika davlati Tayvan Xitoy o'rtasida mujmal siyosatni qo'llanib, Tayvanni qo'g'dab keldi. Endi tuyuqsiz bu vaziyat o'zgarib, Xitoy Amerika o'rtasidagi siyosiy to'qinish borgan sari keskinlashib, Tayvan bu masalaning asosiy nuqtasiga aylanib qoldi. Nima uchun butun diqqat nuqta Tayvanga burilib ketdi deganda, yaqinda Amerikada o'tirib qo'yilib ma'qullangan yuqori fan texnikalik chip va ilg'or fan texnikalik qonunning ma'qullanganligiga intayin muhim munosabatli ekan. Biz endi Tayvanga boshqadan qarab chiqsak, Amerika davlati tarixdan buyon Tayvanni muhim deb qarab kelgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi qurilgan vaqtida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 5 cho'ng doimiy a'zo davlatlarining birisi bo'lsa, Junhua Mingu davlati, Junhua Xalq Jumhuriyati emas. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasidagi 5 doimiy davlatlarning birisi bo'lsa, Junhua Mingu hozirgi Tayvan bo'lib bekitilgan ekan. Amerika davlatimi birdan-bir e'tirof qilayotgan dastlabki qonunliq davlat bo'lsa, Junhua Mingu. Mana bu sababdan 1960-yili Amerikaning prezidenti Eisenhower maxsus Tayvanda ziyorati bo'lib, Chiang Kai-shek bilan ko'rishgan ekan. 1971-yilga kelgan vaqtida Chiang Kai-shek dunyoning siyosiy vaziyati tufaylidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan chekinib chiqqan ekan. Shuning bilan Junhua Minguning o'rniga Junhua Xalq Jumhuriyati kirib olgan ekan. Shuningdan keyin 1979-yili Amerika davlati hozirgi Xitoy hukumati bilan diplomatlik munosabat qurgan ekan. Shuning bilan Tayvan davlati dunyoning bir bulungida qolib qolgan ekan. Lekin Amerika davlati bo'lsa, Xitoy davlati bilan diplomatlik munosabat o'rnatgan shu mezgilda Amerika davlati Tayvan bilanmi Tayvan munosabat qonunini turg'izib chiqib, Tayvanning davlat mudofaa sistemasini qo'llash uchun Tayvanga harbiy aslarlar bilan ta'minlab, Tayvanning harbiy kuch tamponligini Xitoy kommunist davlatining kuch tamponligi bilan tanglashtirib saqlab kelgan ekan. Amerika Tayvan o'rtasida konsulxonalari bo'lmasa-mu, lekin g'ayri shaklda aloqa o'rnatib kelgan ekan. 2016-yili 11-oyga kelgan vaqtida Prezident Trump afandim bevosita hozirgi Tayvanning prezidenti bo'lgan Tsai Ing-wen bilan telefon aloqani o'rnatgan ekan. Hamda shu mezgilda Tayvanga sayohat qilish qonuniga imzo atgan ekan. Ya'ni Amerikaliklar Tayvanga berib kelsa bo'ladi, Tayvan bilan savdo munosabat va Tayvanga sayohat qilish degandek mazmunlarga munosabatlik qonunga imzo atgan ekan. Shuningdan keyin Tayvanga berib keladigan Amerikaning yuqori darajalik amaldorlarimi berib kelish sonimi ko'paygan ekan. Prezident Trump afandim taxtiga chiqmasining oldida Amerikaning arboblarimi Tayvanga berib kelishdan tap tortadigan bo'lib, Amerika hukumati bilan Xitoy hukumati bir mezgil ig'iz burun yalashgan ekan. Bu tuzilmani Prezident Trump afandim taxtiga chiqqandan keyin butunlay o'zgartib, Xitoy davlati bilan bo'lgan savdo urushini boshlab etgan. Prezident Trump afandimning shuari bo'lsa, Amerika xalqining manfaati birinchi o'rinda turishi kerak deb. Uning oldida bo'lsa, Amerikaning bütün savdo korxonalari Xitoy davlatining azan emgak kuchini ko'zda tutib, Amerikaning bütün savdo korxonalari Xitoy davlatiga ko'chgan. Buning natijasida Amerika davlatida millionlagan Amerika xalqi ishsiz qolgan. Shuning bilan Xitoy davlati dunyoning zavodiga aylanib qolgan. Amerika davlati import
mahsulotlarga qaraydigan vaziyatga aylanib qolgan va borgansiri Amerika davlatida mahsulotlar aziyib, mol bahosi o'rlab, xalq turmushi borgansiri nacharlab, nurg'unlagan yomon vaziyatlar ko'rilishga boshlagan. Natijada Prezident Trump apandim Xitoy davlati bilan bo'lgan savdo urushini boshlab o'tgan. Amerika Demokratiya partiyasi Prezident Trump apandimning tutgan siyosatiga qarshi bo'lgan bo'lsa-mu, virus sababi oxirlashgandan keyin uningga qo'shilib Xitoyning prezidenti Xi Jinpingning muttaham va zo'migarlik siyosati yer shari xarakterlik manfaat guruhi Xi Jinpingdan norozilik bo'lganligi uchun unumli manfaat ola olmaganligidan Prezident Trump apandim bo'lmasa-mu, Prezident Trump apandimning Xitoyga qaratgan siyosatini Demokrat partiyasi Amerika davlatining manfaati uchun davomlashtirishga to'g'ri keldi. Prezident Trump apandim hukmronlik qilgan mezgilda Xitoyga nozik fan-texnik mahsulotlarni eksport qilishni cheklash, Xitoyning kuchli bo'lgan Zhongxin shirkati, Huawei shirkatlariga zarba berib, Amerikaning nozik fan-texnikasini eksport qilishni to'xtatgan. Shuning bilan Xitoy davlati yuqori texnikalik chip mahsulotlaridan uzilib qilib, ilg'or fan-texnik mahsulotlari palash holatga tushgan. Ya'ni Prezident Trump apandim Xitoyning qonidan boqqan. Shu mezgilda bir yilda yerim o'tkazgichlik yuqori fan-texnikalik mahsulotlarning ishlab chiqarilish daromadi bo'lsa 558 milliard dollarga yetgan bo'lsa, Xitoy davlatining bu mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoji va setib olgan so'misi bo'lsa 400 milliardga yetgan. Bunda aytganda Xitoy ilg'or tipdagi chip mahsulotlarning 3dan 2sini setib olgan. Ya'ni bunda qilib aytganda yer shari bo'yicha ishlab chiqarilgan yuqori darajali chip mahsulotlarning 3dan 1ni Xitoy setib oldi ekan. 2020-yili Xi Jinping yig'in ichib, yuqori darajali chip mahsulotlarni Xitoy o'zi ishlab chiqarish, xuddi 1958-yili Po'lat tavlashda Angliyani eshib ketimiz deganga o'xshash, sakrab ilgirlaymiz deb chip mahsulot ishlab chiqarishdimi, sakrab ilgirlaymiz deb mo'yim buyruq dokladlarni qilgan ekan. Hamda ilg'or chip texnik mahsulotlarini Xitoy davlati o'zi ishlab chiqarilish uchun Xitoy hukumatı 9,5 trillion Xitoy puli mablag' solgan ekan. 2025-yilga bo'lgan vaqtida yuqori texnikalik chip mahsulotlarining 70%ni Xitoy davlati o'zi ishlab chiqarmoqchi bo'ldi. 2020-yilda mushundaq zo'r mablag' ajratib, chip mahsulotini o'zi yasashda zo'r tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin 2021-yilga kelganda yanala chet davlatlarning ishlab chiqargan chip mahsulotining 3dan 2sini setib olgan. Lekin Xitoy hukumatı chip mahsulotini ishlab chiqarishda zo'r tirishchanlik ko'rsatib, bir qadar ilgirlashlar bo'lgan. İlgirlash saviyasi Janubiy Koreyaga yetay deb qolgan. Xitoyning ishlab chiqargan chip mahsulotlari oila elektronik saymon, mashina va harbiy texnikalarga ishlatilaydigan saviyaga yetgan. Yaqinda Amerika davlat organlari Xitoy ishlab chiqargan yuqori darajali chip mahsulotlarning texnikalik saviyasi 7 nomiga yetgan. 2020-yilning oldida bo'lsa, Xitoyning ishlab chiqargan yuqori texnikalik chip mahsulotlari 40 nomi ekan. Odamning chechining tomlig'idagi elektronlik mahsulotni 6 nomi deb ataydi ekan. Xi Jinpingning bu qitim intayin ansirab ketgani Nancy Pelosi xonimning Tayvanda ziyoratda bo'lishi, Xitoyning chip mahsulotlarini cheklash, Xitoy bilan yuqori fan-texnikalik urushni boshlash va jazo yurgizishdan ansirgan. Xitoy davlati haqiqatan 7 nomilik chip mahsulotini ishlab chiqara oldimi? Bu balkim siyosatlarning o'yini bo'lish mumkin deb qaraldi ekan. Nancy Pelosi xonimning Tayvan ziyoratining dastlabki mezgillarida, ya'ni 7-oyning 28-kuni Amerika Davlat Majlisi 280 milliard Amerika dollari mablag' silib, yuqori darajali chip mahsuloti va ilg'or fan-texnik qonunni ma'qullagan. Bu Amerika tarixida eng zo'r mablag' silish va muhim masala deb qaraladigan qonunlarning birisi ekan. Bu qonunga yana yordamchi bo'lib, chip mahsulotlarini ishlab chiqariladigan zavodlarga 52 milliard Amerika dollar yordam pul ajratdi ekan. Undan boshqa chip mahsulotlarini ishlab chiqariladigan zavodlarning 24 milliard 500 million bojlarini kechirim qilib yetdi ekan. Bunda qonunni ma'qullashga sabab bo'lsa,
Birinchi, davlat bexatarligini qo'g'dash. Ikkinchi, mudham davlatlarni adabini berish. Hamda bu ma'qullangan qonunning bir moddasida Xitoyga keng ko'lamli jazo yurgizish moddasimi yozilgan ekan. Hozir yer sharida yuqori mahsulotliq chip mahsuloti yetishmaslik sababi bo'layotgan vaziyatda ulubmi bundaq mahsulotlar bundan keyin Amerika davlatida ishlab chiqarilsa, millionlagan Amerika grajdanlariga xizmat topirdi ekan. Yerim o'tkazgichlik yuqori fan texnikada Amerika davlati birinchi o'rinda turdi ekan. Hamda yer sharidagi ilg'or yerim o'tkazgichlik fan texnika zavodlari va mutaxassislarini Amerikaga kelib shirkat qurishiga da'vat qiladi ekan va bu orqali Xitoyni yetim qoldirish. Amerika-Xitoy o'tirisidagi yuqori fan texnikalik urushda Tayvan bir parcha semiz go'shtga aylanib qolgan. Bundaq deyishdagi sabab bo'lsa, Tayvan davlatidagi Heyjidian shirkatining ishlab chiqargan yerim o'tkazgichlik yuqori fan texnikalik chip mahsuloti, ya'ni harbiy sanoat olam bo'shliqlariga ishlatiladigan yuqori fan texnikalik chip mahsulotlarining 90%ni Tayvanning Heyjidian shirkatida ishlab chiqarildi ekan. Shunga bu qitim Nancy Pelosi xonim Tayvanda aldirash bir kun ziyoratda bo'lgan bo'lsa-mu, Heyjidianning direktorlari, xo'jayinlari Nancy Pelosi xonim bilan ko'rishgan. Ya'ni Nancy Pelosi xonimning Tayvanda ziyorat bo'lishining birdan-bir muhim nuqtasi Heyjidian bo'lgan. Bu Xitoy davlatini intayin bearam qilgan. Hamda Nancy Pelosi xonim yangidan ma'qullangan chip mahsulotiga munosabatli qonunni tushundirgan. Bundan keyin Amerika davlati bilan Tayvan hukumati yuqori darajalik fan texnika mahsulotlarda keng ko'lamlik hamkorlik olib bordi ekan. Janubiy Koreyaning ishlab chiqargan chip mahsulotlarining 60%ni Xitoyga sotiladigan bo'lib, bu vaziyatni o'zgartirish uchun 5-oyning 20-kuni prezident Joe Biden apandim Janubiy Koreyada ziyoratda bo'lgan. Yuqori texnikalik chip mahsulotlarini ishlab chiqarish va kontrol qilishda Tayvan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Amerika 4 davlatlik ittifoqdoshlik munosabatni qurmoqchi bo'lgan. Mana bu strategik planni amalga oshirish uchun bu qitim Nancy Pelosi xonim Tayvanda ziyoratda bo'lgan.